Hayotimdagi ko'p qarorlarim spontanniy bo'lganda, oyimga birinchi BYD sovg'a qilayotganda ham men u payt Gentra minardim, Andijondagi filialda edik. Svetoforda men BYD ko'rib qoldim, oynagimni tushirib, srazi modelini so'radim. BYD Song Plus chempion dedi. Andijondagi salonni, avtosalonni o'ziga borib, men BYD Song Plus chempionni sotib oldim. Oyimning tug'ilgan kuniga bir hafta qolganda berdim. Dubayga kelishimiz ham xuddi shunaqa bo'lgan. Dubaydagi proyektlar cho'zilayotgan bo'lgan. Ofisda o'tirimiz, Dubayga ketish kerak, mana bu proyektlarni qilish kerak. To'g'risini aytaman, bu yoqda umuman tanish bilishim yo'q, и даже tilni ham yaxshi bilmayman darim, oilam bilan keldim, risk qildim srazida. Malibuni olayotganda ham men Drujbani mostini tagidan Gentrada o'tib ketayotgan paytim Malibu kortejni ko'rib qoldim, и prям yaxshi ko'rib qoldim Malibuni. Srazi borib, keyingi kuni avtosalonga Malibu xarid qildim. Andijondagi filialni ochilishi ham xuddi shunaqa bo'lgan. Andijonda yaqin akamizdan to'yga borganda men filial ochishga qaror qilganman, Andijondagi talabni ko'rib. Bir oy ichida filial ochilib ketgan. Qarorlarim ustida o'ylandim. Keyin внезапно videoim rekomendatsiyasidan Jahongir Ortiqxo'jayev chiqdi. Eski Toshkent shahar hokimi. Именно bitta gapi meni miyamda qolib ketdi. Men qarorlarim ustida ko'p o'ylanmayman. Imkoniyat keldimi, shu imkoniyatdan kelishga foydalanaman. Stoyankada ham birinchi bo'sh joyga qo'yaman. Kimdir eshikning oldida bo'lsin, chiqib ketishga yaqin bo'lsin deb joy qidiradi, qaytib kelganda o'sha joy bo'lmaydi degan joyi meni e'tiborimni tortdi. O'rtoqlar, qo'lingizga imkoniyat keldimi, vaziyatinglar bo'ldimi, foydalanishni bilinglar. Har sohada, tradingda ham, hayotda ham, har narsada bu sizlarga yordam beradi. Spontanniy qaror chiqarishda men ham 7 o'ylab bir kelsaman, 7 o'ylab 7 oy o'ylamayman. Men 7 minut maksimum o'ylayman, tezda qarorlarimni chiqaraman. Hayot planirованный bo'lsa ham bir xilga qarorlarni tez qabul qilishingiz muvaffaqiyatingizga tezroq yetishingizga yordam beradi.